tushda futbol ko'rish. Futbol o'ynayotgan bo'lsangiz, hayotingizda faol harakat qilayotganingizni bildiradi. Maqsad sari intilish, g'alaba istagi borligini ko'rsatadi. Futbol tomosha qilayotgan bo'lsangiz, boshqalarning hayotini kuzatib, o'zingiz chetda qolayotgan bo'lishingiz mumkin. Qaror qabul qilish vaqti kelganini anglatishi mumkin. Gol urish, yaqin orada muvaffaqiyat yoki yaxshi xabar, rejangiz amalga oshishi ehtimoli bor. Yutqazish, raqobatda qiyinchilik yoki o'ziga ishonchsizlik belgisi. Ammo bu vaqtinchalik to'siq. Jamoa bilan o'ynash, hamkorlik, do'stlar yoki ish jamoasi bilan bog'liq voqealar. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.